Bugun biz Jizzaxga shu toychoqda ketamiz. Tanishib olinglar. Mashinadan tushdik, narsa olgan keldik. Chips, shuna narsalar olamiz yo'lda. Sizlarga ko'proq chips yoqadimi, laysmi? Misol uchun menga ko'proq chips yoqadi. Bo'lmasam lays riflyonis yoqadi. Hozir o'sha narsalar olib, chips kola olgan keldik xullas. So delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it does. Xullas men va'da berganimdek mana chips olaman. Hatto suv olgan orli. Bo'ldi, ketardik. Anorli suv bilan anorli suvni vashta yaxshi ko'raman. Teraz. Musirlar tashladik endi, ana yegan narsalarimiz musirni endi biz patr olgan ketamiz, ketdik. Mana issiq patr. Yuringlar, birinchi nonlarni ham ko'rsatamiz. Mana uni qaranglar, obunachilar, qana patr oldik. Kichkina kechamizga bu. Patrlar ko'rishlaring mumkin. Sanjar patr eng yaxshi ko'rgan patrlardan biri. Ketardik. Eng yoqqani ana kulchacha bo'ldi. Kulchachalar ham qilib beraveradi, kelib olishlarini tavsiya qilaman. Mana bagajni ko'rishlaring mumkin, qancha narsalar oldik. Jizzaxga va biz patrlar qo'yishimiz ham mumkin, issiq turadi. Kulchachani olamiz, ukachamizga bu. Bo'ldi, yoparamiz mashinani. Mana. Ukajonim, mana sizga. Shirinmi? Nima? Ginom sen ginom. Ohangaronga ham keldik. Ya'ni Jizzaxdagi ro'ppa-rosa yarim yo'li ovqatlangan tushdik. Biz bilan qolinglar va nimalar ishimiz hozir ko'rasizlar. Ovqatlanishimizdan oldin u netlarda nimalar borligini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Ruparani qaranglar, qanaqadir o'yin maydoncha bor ekan yosh bolalar uchun. Zo'rga o'xshayapti, lekin birinchi mayli ozgina narsalar ko'ngilga sig'mayapti. Hozir faqat hayolimda faqat ovqat, mana faqat ovqat yeyishni xohlayapman men. Qornim ochiqadi. Bo'ldi, короче. Alma barsama. Real. Yana Yamalma bappema. Bappe. Hala Madrid. Nachlasizlar uylaringga mana shunaqangi baliqlardan xohlarmidilaring, qaranglar. Kattaligini mana uni. Voydi. Mana bu yerda yozilgan ekan. Baliqlarga yemak berish taqiqlanadi. Nimani tanlashimiz mumkin ovqatga? Mana bu yerda qaranglar. Hop. Manti, norin, to'g'ri hozir kabob yegim kelyapti. Tandir kabob, qiyma, tovuq kabob bor ekan. Tovuqni vasi yomon ko'raman. Burda kabob, mol go'sht bilan qo'y go'shti bor ekan.
Yo mol go'shti yo qo'y go'shti deyman. Burdani yo'l tanladim. Burdayman. Mol go'shti. Obunachilar mana qaranglar, baliq ham men tanib hayron bo'lib turibdi. Mana bo'lmadi, bir paytlar obuna bo'lgandim deb ana gapiryapti. Ko'ryapsizlarmi dashi? Ana tanidi, kelganimni bildi. Zakazki bo'ldi, bitta meniki qoldi. Nahotki shunchalik darajada burda tayyorlash qiyin bo'lsa. Hozir yo'lga birlarda o'zi Qo'qondan chiqadi-da, o'zi 4:30 bo'lyapti. Kutib o'tiribman hali ham. Ovqatimni yetti yarim soat deganda ham keldik mana xo'ya. Напиточный рай bet. Voy, mana shu suvni eshitdim. Yaqinda chiqdi deb eshitdim. Chupa-chupsdan mana shundan ichkim kelyapti lekin. Albatta. Qiyin bo'ldi obunachilar kelish faqatcha Qo'qondan Jizzaxga 7:30 soatda keldik. Harakatimizga bitta like, obuna bosh listdan chiqarib qo'ymanglar. Bo'ldi. Uzoq kundan keyin charchadik va nihoyat yotishga qaror qildik, to'g'rimi? Bo'ldi, yaxshi dam olaylik, ertaga ko'rishamiz. Ertaga ko'rishamiz. Rostdan ham yoqdimi tarvuzli? Prosta zo'r ekan-a? Obunachilar, videomiz asosiy joyiga ham keldik, ya'ni o'zimiz mana Archaga keldik. Videomiz nimasi ham shu edi, asl ma'nosi. Hozir uchdiganda archani sizlarga ko'rsataman. Odamni ko'pligini odamni ko'rsatsam obunachilar sizlar og'izlari ochilib qoladi, serios. Jizzaxda buni bo'lishini bilmayman. Ay, jicha yetmay qoldi rekord. Biz hozir Ko'k saroy degan joyga keldik. Archani prosta qaranglar, obunachilar aylangan keldik. Biz qanaqadir keldik, bilmayman o'zim nima keldik baqa. Lionel Messi bilan bir dona Cristiano Ronaldo turibdi. Shuncha Messi narasi. Bitta Ronaldoni o'z ko'ryapsizlar. Ronaldoga o'xshagan yo'q, Messida qaniylar bor. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Spider-Man bilan Venom ham birga turibdi. Bunaqangi игрушечный joylar mazza, lekin eng yoqtirgan joylardan biri. Betlaylarning yana boshqa joylarga borib ko'ramiz, biz bilan qolinglar.
Hozirroq texnikalar magaziniga kirdi. Endi kirib ko'ramiz sizlar. Vashshi unaqangilarni ko'rmagan bo'lsalarni ham kerak. Siz qaysi komandani yoqtirasiz? Barselona bo'lsa like, Real Madrid bo'lsa obuna.